Aliya. Mohiraxon, assalomu alaykum. Alaykum. Holmen tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizga rahmat. Ha, ishdamidingiz bugun? Damdamidingiz? Qayerda? Ha, tuzimisizlar, charchamaydi. Dangarada ishlayapsizmi hali yuqumli kasalliklarda? Ha, Akram akam tuzimi qaynatingiz? Sizga rahmat. Ha, Mahramxon tuzimi? Yaxshi yuribdimi? Og'rib bo'lmayaptimi? Yo'q, hammalari yaxshi. Sizga rahmat. Baraka toping. Mashhuraxon masalasida gapirmoqchi edimda. Menda lift o'qiydigan qizingizni. Shu yerda o'quv markazida o'g'lim ko'rib qolgan ekan. Shunga aya bir gaplashib ko'ring. Ayasi bilan degdi. Siz kim bo'lasiz? Men ham Danqarada turardim hozir. Endi nima Toshkentga ko'chib ketganmiz. O'g'lim shu yerda ish qiladi zavodda. Tushunmadim, zavodda deysiz. Zavodda ish qiladi. Menda liftga borib qizingizni ko'rib qolgan ekan. Keyin nima qilib gapirsa, qizingiz men nima qila olmayman, ayam bilan gaplashing. Men kattalarsiz hal qila olmayman deb qizingiz Coca-Cola ichayotgan ekan, o'g'limi boshiga quyib yuboribdi hammani oldida. Qachon? Bir hafta bo'ldimi, bir bola bo'ldi. Coca-Colani boshidan quyib yuborib, militsiya chaqirib o'g'lim qamatmoqchi bo'lgan ekan. Men aytdim, qizim, unaqa qilmang. Men Mashhuraxon bilan ham gaplashdim. Shunga bir narsa qilib hal qilaylik deyotgandim. 2 yosh taqdirini nima qilib qo'ysak, baxtli bo'lib ketsa yaxshi bo'lardi-da. Yo'q, siz tushunmayapman. Meni qizim hali ingliz o'qiyap turgan, 11-sinfga o'tgan qiz. Hali aytsa 1 yil tayyorlovda yuradi. 3 yil admida o'qiydi. Xudo xohlasa siz faqat yoqqa chiqaradigan maqsad yo'q. O'g'lingizga berishdi, men sizni tanimasam boshqa qilmasam. Meni taniysiz, Mohir opa? Siz kim? Men sizni tanimayapman, to'g'risi. Meni o'g'lim yosh hali. Meni o'g'lim yosh. Sizni qizingiz 18 yosh bo'ldimi? 18 ga hali o'tgani yo'q. Ha, meni o'g'lim ham hali 45 ga kiray deyapti-da. Nechiga? 45 ga. Voy. Ammo lekin biznesmen, zavodda ishlaydi, shu yerda zavodda orqasidagi tomorkaga qarab, shu yerda nima qilib yuradi. Shunda qizingiz ketayotgan ekan, gapirsa, qo'lidagi Coca-Cola bilan boshiga quyib yuborib, betiga loy choplab qo'yibdi o'g'limi. Ha, yo'q, meni qizim ma'quldan keladigan maqsad demaydi. Men nomerimni qayerdan oldingiz? Nomeringizni Mindala So'kka berdilar. Mindala So'kka xola berdilar. Aytdi, mana ayasi Mohiraxon dedi. Akram aka. Xurshid opa ham bormidi, Xurshid opa? Ovsiniz. Ha, ovsinizga aytdim, shuna desam. Mohir opa dedi, juda ham yaxshi ayol dedi. Keyin men hozir mazam bo'lmayapti-da, kecha janjal bo'lib, oilada nima bo'lib ketuvdi, shunga Mohir opa bir narsa qilaylik shuni. Yo'q, xafa bo'lmang opa. Opamisiz, ukamisiz, men sizni to'g'riroq tanimayman, bilmayman. Meni qizim qaraydigan qiz emas, birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda men hozir yo'q-yo'q umuman fikrini buzadigan maqsadda emasman. Faqat o'qitib 3 yilsiz otasi Akram aka. Biz dadamiz bo'lmasa ham meni qaynatam dadamizni o'rnida dadam. Haqiqiy dadam deydi. O'sha dadam umuman odam zotini hozir masalan ko'cha-ko'yda hozir so'ratyapti, lekin hech kimga chiqaradigan maqsadda emasmi? Siz faqat hozir o'qitib 3 yilsiz o'zimni yon atrofimga bergizaman. U atroflarga yo boshqa qilganmiz, yo boshqa qilganmiz yo'q. O'g'lim, meni o'g'lim ham mayli, yoshi katta bo'lsa ham o'zi yoshdek ko'rinadi. Keyin bir hafta bo'ldi. Qamalib chiqqaniga 1 hafta bo'ldi-da. Yo'q, xafa bo'lmang. Unaqa meni bolamni bilmasin o'g'lingiz. Aytib qo'ying. Endi to'g'rirog'i yoshi mendan ham o'zimdan ham katta ekan o'g'lingizda. Yoshi. Yo'q, voy. Endi hayot ekanda Mohir opa, bugun bugun sizni tug'ilgan kuningizmidi? O'zim 39 ga kirgan bo'lsam, mana bugun 39 ga to'lgan bo'lsam,
to'g'risi men hali 40 ga kirganim yo'q. Men sizni o'g'lingiz katta odam ekan. Men qizim hali 17 ga kirgan qiz. Qanaqa qilib bu hozir holatda so'rayapsiz? Ozgina matematikaga to'g'ri keltirib turib, keyin bu savolni bersangiz berishmaydimi opa? Xafa bo'lmang meni bu gapimdan. Yo'q, Mohira opa. Bugun To'g'risida. yo'q, gapimni bo'ldi, uzr so'rayman sizdan. Meni gapimni eshiting, iltimos, Mohira opa. Bugun sizni tug'ilgan kuningizmi? Meni tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Hamma baxtli bo'lsin bu dunyoda. Men tanigan bo'lsangiz, kasalxonaga men buvimni olib borgandim. Olib borganimda buvimga yaxshi qaraganingizni, buvimga yaxshi qarabsiz, rahmat sizga deb haligi bir kosa osh beruvdim. Ashunda oshni boshimdan yog'pog'i bilan og'darib, dumbasini qulog'imga tiqib qo'yuvdingiz. Tuhmat qilmang opa. Hamma doktorlar hayron qoluvdi. Voy, nima unaqa qilyapsiz? Mohiraxon deysiz. Astag'firulloh deng. Men hech qachon kasallarimni boshidan bergan narsasini boshidan og'diradigan ayol emasman. Birinchi o'rinda. Menga dumba yoqmaydi deyapsiz. Menga dumba yoqmaydi deb qo'ydi dumbasini qulog'iga tiqib qo'yibsiz badring bilan. Yo'q, aslo. Kerak bo'lsa butun boshli o'sha yuqumliga borib, meni shunday avtobiyografiyamni so'rang kimdan bo'lsa, qanaqa ayolingiz juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum Mohira opa. Mohira opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz opajon, sog'ligingiz yaxshimi? Men Instagramdagi Sher pozitivman. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash uchun o'g'lingiz onamga bir hazil qilib bering deganlar. Unaqa odamni qo'rqitmanglar men to'g'risi. Opajonim, hech qanaqa gap yo'q. Bu yerda men ikki xil ovozda gapiradigan Sher pozitivman. Bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Bolalaringizga bosh bo'ling iloyim. Rahmat. O'g'lingiz nomidan bo'l. Qo'rqib ketdim to'g'risi, men bunaqa holatga tushib haddi bo'ldim. Opajon, meni tanidingizmi? Yo'q, tanimadim. Ha, men o'g'lingiz iltimos qilganlari uchun hazil tabrik bo'ldi. Hech qanaqa bu yerda unaqa narsa yo'q. Shunchaki ikki xil ovozda gapirib turaman-da, men hazillashib. Mayli, bu darajada bo'lsa mayli, lekin to'g'risi qo'rqib ketdim. Yo'q, opajon, hammasi hazil. Tug'ilgan kuningiz bilan bolalaringizga bosh bo'ling iloyim. Yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmatda bo'laylik. Xo'p, rahmat. Bo'pti, haligi kasal borsa qulog'idagi dumbani chiqarib qo'yarsizlar. Voy, xijolatda men qo'rqib ketdim, to'g'risi men yuragim tushib ketdi, bunaqa holatga tushaman demasa. Joningiz sog' bo'lsin opajon, albatta hazil tabrik bo'ldi. Tug'ilgan kuningiz bilan o'g'lingiz nomidan opajon, umringiz uzoq bo'lsin. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Bo'pti opajonim, xo'p. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'linglar. Xo'p. Sizlarga rivojini bersin. Xo'p, rahmat. Ha. Xo'p. Shunaqa gaplar do'stlar.